Assalomu alaykum, ginekolog Rahimova kanali obunachilari, aziz opa-singillarim. Biz sizlar bilan 25-yilning eng so'nggi master-klassini o'tkazishga qaror qildik. Sababi nimaga? Ayollarimizdan qabulimga kelganlarida eng asosiy muammo sog'ligini tiklashdagi xatoliklar. Juda ko'p bad ichaman, vitaminlar ichaman, lecheniya olaman, lekin gemoglobinim hech qachon ko'tarilmaydi, ko'tarilsa ham yana tushib ketadi yoki bo'lmasam gemoglobinim 120, 130, lekin mendagi muammolar o'tib ketmayapti. Gormonal holatim tiklanmayapti. Shunga o'xshagan turli xil shikoyatlarni eshitaman. Yoki bo'lmasam onlayn konsultatsiya berasizmi? Viloyatdanman, chet elda yashayman. Bizda qandaydir xatoliklar bormi degan murojaatlar bo'ladi. Shuning uchun biz minimal summa bilan master-klass o'tkazishni tashkil qilishga qaror qildik. Master-klassimiz 1 kunlik bo'lib o'tadi. Taxminan 2-3 soatga mo'ljallangan va bu vaqt ichida men sizlarga bir qancha eng muhim faktlarni beraman. Davolanishdagi qanday muammolar bor patsientlar orasida, qanday xatoliklar bor, analizlar, tahlil qilishdagi muammolar, bekorchi, keraksiz analizlarni qanaqa qilib topshiradi patsientlarda. Mana shular haqida ma'lumotlar beraman. Bundan tashqari, qanday davolash usullari, turmush hayotingizda nimalarga ahamiyat berishingiz kerak, agar sizda allergik proseslar bo'lsa nimaga ahamiyat berasiz, yoki bo'lmasam ichak bilan bog'liq muammolarda qanday qilib vitaminlarni avval ichak bilan ishlab olishimiz kerak, qanaqa qilib preparatlarni qabul qilishimiz kerak, uyqu bilan bog'liq har xil nyuanslarni gaplashamiz. Bu haqda oldin aytgandim. Ya'ni uyquni o'zini fazalari bor. Prosta 7 soat, 8 soat uxlash kerak bir kunda degan qoidalar o'tmaydi. Kimdir bor 4 soat, 5 soat o'zini ma'lum bir vaqt uxlaydigan soatida ham juda ham tetik bo'lib, bemalol energiyasini butun kun davomida yetkaza oladi. Lekin kimlardir bor 9-10 soat uxlaydi, 10-11 gacha ham uxlaydiganlar bor, 9 da turadiganlar borda. Lekin shunda yoki bolasini hammani ishga kuzatib qaytib yotib uxlaydigan qizlar bor va rejim buzilib ketgan. Va mana shunaqa holatda ham lekin har doim qanaqadir uyquga to'ymaydi yoki kechasiga borib energiyasi ko'payib ketadi, hamma ishlarni qilgisi kelib ketadi va kunduzi ertalab uyg'ona olmaydi. Mana shunaqangi kortizol bilan bog'liq muammolar ham bor, gormonal holatlar bilan bog'liq. Biz mana shularni tartibga solib, sizni hayotingizni yaxshilash maqsadida shu 2025-yilning eng so'nggi master-klassini tashkil qilamiz. Bundan maqsad 26-yilda siz plan bilan, reja bilan hayot tarzingizni boshlashingiz, maqsadlaringizga erishishingizda, munosabatlaringizni yaxshilashingizda, hayotingizni yaxshilashingizga ozgina bo'lsa ham o'zimizni hissamizni qo'shmoqchimiz. Va master-klass narxi ramziy ma'noda 99 ming so'm deb belgilangan. Juda ham qimmatli ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Aslida bu bir nechta konsultatsiyada ham ololmaydigan ma'lumotlaringiz bo'ladi. Bu hattoki vrachlarimiz uchun ham foydali bo'ladigan mavzular bo'ladi. Chunki shifokorlarimizda ham bizni yosh shifokorlar kuzatishadi, viloyatlardan kuzatishadi, dekretdan chiqqan shifokorlar kuzatishadi va tibbiyotdagi yangiliklarni bilishni xohlashadi. Kurslarimda, marafonlarimda qatnashishni istashadi va ularga ham o'ylaymanki bu ma'lumotlar foydali bo'ladi. Shifokor patsientlarni olib borishda, patsientlar bilan mana shunaqangi lecheniyalarni to'g'ri yo'lga qo'yib olishda ular uchun ham o'ylaymanki manfaatli bo'ladi. Masalan, aytaylik oddiygina omega yog' kislotalari foydasi haqida bilasiz. Misol uchun hamma ichish kerak deb o'ylaydi, lekin nima uchun ichish kerak uni qanaqa qilib to'g'ri ichish kerakligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lmaymiz. Ba'zida bilasiz, mana dengizlarda hozir juda ham og'ir metal tuzlari va baliqlarda ham xuddi shu og'ir metal tuzlari kuzatiladi va omega yog' uni yog'lari tarkibida saqlanadi asosan metal tuzlari. Va siz omegani agar noto'g'ri tanlab ichadigan bo'lsangiz, siz omega bilan birgalikda tozalanmagan og'ir metal tuzlarni ham qabul qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar siz to'g'ri tanlangan omegani ichayotgan bo'lsangiz, sizda bu organizmda qarish prosesslarini, oksidativ stress prosesslarini kamaytiradi. Ya'ni bu organizmga foydali yog' kislotalarining qo'shilishi, aterosklerozni oldini olish, umuman olganda juda ham ko'p foydali taraflarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shuningdek, boshqa batlarni ham ko'rib chiqamiz. Aytganimdek, foydali dori mahsulotlarini ko'rib chiqamiz va oxirida master-klass so'ngida sizlar bilan realniy keyslar bilan savol-javoblar ham o'tkazamiz. Aziz ayollar, o'ylaymanki master-klass siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Biz barcha imkoniyatlarimizni ishga solgan holda bu master-klass tashkil qilyapmiz. Albatta qatnashing, onlayn formatda bo'lib o'tadi. Faqatgina 1 kun bo'lib o'tadi. Bunaqa master-klass boshqa qaytarilmaydi qizlar. Shuning uchun ham albatta qatnashishga harakat qilasiz deb o'ylayman. Bu imkoniyatni o'tkazib yuboring, o'zingizga bu master-klassni sovg'a qiling yoki dugonangizga sovg'a qilishingiz mumkin. Biz sovg'a sertifikatlar tayyorlab beramiz agar kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz. Aziz ayollar, master-klassda ko'rishguncha deb qolaman. Manfaatli bo'lsin hammamizga va Alloh foydali, manfaatli ilmlarni bersin.